Madina shahrida 91 yoshli otaxon vafot etdilar. Va bu vafot etishlari tarixi juda ham qiziq. Farzandlaridan so'radim. Dodamiz nima ish qilgandilar? Qanaqa amallari bor ediki, shunaqa daraja nasib qildi? deya savol berganimda, farzandlarining javobi meni juda ham ta'jublantirdi. Otam 90 yoshlargacha shifokorlik qilganlar. Biz qishloq joylarda yashardik, tog'li, toshli hududlarda. To 90 yoshlargacha kechqurun soat 2 da kimdir eshigini taqillatib, bemor bor, 2 qishloq naryoqda desa ham uyqularini buzib, biz yosh bolamiz, bizni uyga tashlab, o'zlari ketardilar. Har bitta qishloqqa borib, birma-bir bemorlarni ko'zdan kechirib davolardilar. Va bu davolashlari evaziga xizmat haqlariga hech qanday mablag' talab qilmasdilar. Va bu narsani fisabilillah shunchaki Alloh rizoligi uchun qilyapman deb ko'p takrorlardilar. 90 yoshlargacha shu ishlarda davom etdilar. 91 ga kirar ekanlar, meni Madinaga olib boringlar, umra safariga olib boringlar deya qo'ymadilar. Qarindosh urug'lar, yaqin do'st yoronlar, qo'ying, yoshingiz katta, qiynalasiz desak ham ko'nmadilar. Va Madinaga keldilar va shu joyda vafot etdilar. Ajib, a? Siz bu voqeadan o'zingizga nima xulosa oldingiz? Shunchaki fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Qanaqa nasib qilsin.